Assalomu alaykum azizlar, salomatmisiz? Siz Qiziltog' shaharchasi haqida eshitganmisiz? Azim Toshkentning yonginasida, viqorli tog'larning poyida joylashgan mo'jazgina shaharcha bor. Uni Qiziltog', ruschasiga esa Krasnogorsk deb atashadi. Yerlik aholi vakillarining aytishicha, tog'lar botayotgan quyoshni qip-qizil shu'lasiga burkanib, ajib bir tusga kirgani tufayli bu maskanga shunday nom berishgan. Xullas shunday ajib tusli joy bu. Bizni bugungi tashrifimiz shu go'zal go'shaga, aniqrog'i unda joylashgan zamona Ra'no oromgohiga bo'ladi. Ammo biz bu yerga dam olish uchun emas, balki qadrdonimiz Adamboy bilan diydorlashib, uni sa'y harakatlarini mahsulini ko'rish uchun keldik. Adamboyning loyihasi hamda bevosita ishtirokida qurib ishga tushirilgan gidroponika uskunasi hosil bera boshladi bugun. Balki kimdir nima bo'pti, qandaydir uskuna hosil bersa deyishi mumkin. Ammo bu oddiy uskuna emas. Bu hech qanday sun'iy vositalarsiz, 100% tabiiy, har qanday tirik jon uchun o'ta foydali yashil ozuqani konveyer uslubida yetishtirish uskunasi. Bu uskuna mavsum tanlamaydi. Yilda 12 oy uzluksiz ishlaydi. Ob-havo injiqliklari, suv tanqisligi kabi muammolar uni ish jarayoniga ta'sir qilmaydi. Unda yetishtirilgan barra ozuqani esa barcha o'txo'r hayvonlar, parranda-yu darrandalar, hatto baliqlar ham sevib yeydi. So'zlarimni eshitib kimdir "Haja oshirib yubormadimi bu" deb o'ylagan bo'lsa, marhamat, men bilan yuring, sizga ba'zi narsalarni ko'rsataman. Tajribamizni hayvonot bog'iga kiraverishda bizni viqor bilan kutib olgan bakteriya tuyalardan boshlaymiz. Men hayotimda bunaqa yoqimtoy tuyalarni ko'rmaganman. Qarang, ajoyib. Tuyalar bizga boshdan oyoq nazar solib sinchiklab o'rganishdi. Biz ham ularni har tomondan qiziqib tomosha qildik. Eng qizig'i esa keyin boshlandi. Asosiy yemishi dag'al yantoq bo'lgan bu hayvonlarga barra ozuqani taklif qildik. Ulardan biri tatib ko'rdi, ikkinchisi esa qalay degandek savol nazari bilan unga qaradi. Bo'ladi degandek yana bir barra luqmani yamladi degustator. Albatta, yemish tanlashda har kimning o'z didi, o'z qarashi bor. Kimgadir barra maysa, kim uchundir dag'al yantoq tansiq taom. Biz tuyalarni o'z holiga qo'yib tuyaqushlar tomonga yurdik. Nomida yaqin o'xshashlik bo'lsa-da, bu ikki mavjudot o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor albatta. Tuya sahro qiroli bo'lsa, tuyaqush Afrika savannalarining sardoridir. Bu parrandaning jussasini yaqindan ko'rgan odamni uni qush deyishga tili ham bormaydi. Aytgancha, zamona Ra'noda mo'jazgina hayvonot bog'i bo'lib, oromgoh egalari gidroponika uskunasini aynan shu bog'da saqlanayotgan hayvonlar uchun qurdirishdi. Bugun shu hayvonlarga ilk marotaba yashil ozuqani taklif